Uchinchi juda muhim masala. Olimning xatosi hujjat emas. Olimga taqlid qil, salomat chiqasan, qoidasidan hazir bo'l. Olimga taqlid qil, zolim, gunohkor chiqasan. Olimning xatosini bilib turib ergashaversang, aytadiki, men bilan Allohning orasida bu olimdir. Agar masalaning dalilini, to'g'riroq so'zni bilsang, senga olimning xatosi bilan xilof kelishing joiz emas. Shu sababli Ibn Abbos radhiyallohu anhu va ardohu olimning xatosidan taqvo qiling deb aytganlar. Olimning xatosidan taqvo qiling va olimning xatosi olamning xatosi deb aytadilar. Olimning xatosi olamning xatosidir. Chunki olimning xatosi sababli odamlardan ommasi xatoga ketishadi. Bas shuning uchun haqni bilishga va uni mahkam tutishga haris bo'lish kerak. Va bu shubhasiz haqiqatdir. Unda saodat bor. Xuddi musannifning so'zlari kabi, ijmoga amal qilishda bilgil saodat bordir. G'arib fikrga ergashmoqda esa xatarlardan bir nav bordir. Xavf tomonlari birodarlar, dunyoda haqdan uzoqlashish, oxiratda azobga haqli bo'lish.